Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding harakatga hicrat qilding tog' eshib 5. Mücahitlarning ishida mücahitlarning qarasini ko'paytirish uchun jihodga chiqqan, ammo niyati kofirlarni o'ldirish yoki Alloh yo'lida o'ldirilish bo'lmagan kishilar bor. Agar bu kishi o'ldirilsa, shahid bo'ldi. Chunki qavmning qarasini ko'paytgan kishi shularning qatoridan sanaldi. 6. Mücahitlarning ishida Alloh roziligini ko'zlab jihad qilish bilan birga g'animatga erishishni ham maqsad qilgan kishilar bor. Ya'ni bu kishi niyatida dunyoni iroda qilish bilan birga Alloh roziligini ham ko'zladi. Olimlar bu va buningga o'xshash niyatlarga qarata har xil ko'z qarashlarni o'tirib qo'ydi. Bir qismlari bu buzuq niyatdir. Bu xil niyat bilan jihad qilguvchi ajrga erisholmaydi. Balki Alloh azobiga duchor bo'ldi. Chunki u dunyoviy maqsadini oxirat amaliga aralashtirdi, deydi. Ko'pchilik olimlar bu xil niyat to'g'ri. Bu xil niyat bilan jihad qilguvchi Allohning dargohida ajr savobga erishadi, dedi. Mana bu to'g'ri qarash. Chunki bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalarining amallariga muvofiq keldi. Imom Qurtubiy mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Abu Sufyan boshchiligidagi Shamdan kelayotgan karvonni to'sish uchun chiqqanligi g'animat uchun chiqishning durustligiga dalildir. Chunki bu halol kasbdir. Qurtubiy yana Imom Malikning u mol dunyo uchun qilingan urushdir degan so'zga radiya qaytarib, kimki g'animat uchun emas balki Allohning kalimasini oliy qilish uchun urush qilsa, ana shu Alloh yo'lida urush qilgan bo'ldi. Deganning ma'nosi, uning maqsadi faqat g'animatga erishish uchun bo'lsa, u ajriga erisholmaydi deganlikdir, deydi. Qurtubiy bu dalilni nihoyat yaxshi keltirgan. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu ni Quraysh karvonini to'sishga avatdi. U karvonda Safvan ibn Umayya va boshqa Qurayshliklar bor bo'lib, yana nurg'un mol-mulk, kumush qochquchilar va boshqa narsalar bor edi. Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu bilan 100 mujohid Najda zaminning Qarada aymog'ida karvonga hujum qilib, ularni qo'lga tushirdi. Mushriklar bo'lsa qochib ketdi. Sahobalar karvonni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga olib keldi. Alloh taolaning mu'min mujohidlarni g'animatga qiziqtirgan oyati bo'lsa, bu niyatning to'g'ri ekanligiga va shu niyat bilan shahodatga erishishning mumkin ekanligiga dalildir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Allah sizlar oldigan nurg'un g'animatlarni sizlarga va'da qildi. Buni, ya'ni Xaybarning g'animatini hammadan burun ato qildi. Sizlarni dushmanlarning qo'l silishidan saqladi. Alloh taolo bandalarni g'animatga qiziqtirib, ularga g'animatni va'da qilib va g'animatni ehson qilib turib, ondan ularning g'animatga yetishi, g'animatni maqsad qilishi va talab qilishini cheklashi aqlga uyg'un emas. Bu niyatning to'g'riligiga yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mushriklarning chorvalari, pul mollari va avlodlariga hujum qilish uchun qo'shin avatganligi dalil bo'ldi. Agar mushriklar o'z mollarini qo'g'dash uchun musulmonlar g'animat olgan mollarining keyindan qo'g'lasa, musulmonlar Allohning kalimasini oliy qilish uchun ular bilan jang qiladi. Bu vaqtda gohida musulmonlar g'alaba qiladi, gohida mushriklar g'alaba qiladi. Hatta ba'zida sahobalardan ba'zi kishilar shahid bo'ladi. Agar sahobalar mushriklarning keyindan qo'g'lab yetisholmasa, faqat g'animatlarni elib qaytib ketadi. Bu niyatning to'g'riligiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tövandagi hadisi ham dalil bo'lalaydi. Abdullah ibn Havala radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni g'animat elib kelishimiz uchun avatdi. Biz hech qanday g'animatga erishalmay qaytib keldik.
u bizning chiroyimizdagi yorug'likni ko'rib, bizning ichimizda turib, "Ey Alloh, ularni menga tashlab qo'ymagan. Men ojiz kelib qolaman. Ularni o'zlariga tashlab qo'ymagan. Ular ojiz kelib qoldi. Ularni kishilarga tashlab qo'ymagan. Kishilar o'zlarini ulardan ustun ko'rib qoldi" deb duo qildi. Abdullah ibn Havala radhiyallohu anhuning bizni g'animat ilib kelishimiz uchun avatdi degan so'zi savob bilan g'animat ikkilisini teng maqsad qilib g'azotga chiqishning durustligiga ro'shan dalildir. Abu Ubayda ibn Jarroh radhiyallohu anhuning dengiz sohiliga borgan qo'shini haqida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis ilgari so'zlangan edi. Uningda Jabir radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni Abu Ubaydaning qo'mondonligida Qurayshning savdo karvonini to'sishga avatdi degan. Mujohidning jihad bilan g'animatni birga niyat qilishi to'g'ri bo'lgan taqdirdami, g'animatga qaramay faqat jihadni niyat qilgan kishi bilan har ikkilisini niyat qilgan kishining erishgan savobi barobar bo'lmaydi. Chunki jihadda g'animatga erishish mujohidning erishgan savobini kamaytib qo'ydi. Buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ochiq bayon qilgan. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Qandaq bir g'azotchi qo'shin g'azot qilib, g'animat olmay, xavf va musibatga uchrasa, to'liq ajrga erishadi." Yana bir rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Allohning yo'lida g'azotga chiqqan har qanday bir qo'shin biror g'animatga erishsa, oxiratdagi ajrning 3dan 2 qismini mushu dunyoda ilib bo'lgan bo'ldi. Oxiratga 3dan 1 qism qoldi. Agar g'animatga erishmasa, to'liq ajrga erishadi." Ilgirki mujohidlarning ko'pchiligi jihodda g'animat elish bilan ajri kamayib ketadiganligini bilganlik uchun ajrning kamayib ketishidan ansirab g'animat elishdan saqlanadi. Ibrohim ibn Adham jihodga chiqqanda g'animat olmaydi. Mujohidlar uningdan "G'animatning halolligida shak qilamsan?" deb so'ragaydi. Uning halolligida shak qilmayman. Chunki zohidlik halol narsalarda bo'ldi. Ya'ni halol narsalardagi zohidlik texmi afzaldir dedi. Mujohid g'animatni elishni xohlamasa, uningdan voz kechib boshqa qarindoshlarga o'tinib berishi afzal. Uni olmay g'animat ichida qoldirsa, u yaxshidir. Agar nafsining intilish yo'lini uzib tashlash uchun g'animatni tark etsa, bu to'limi yaxshidir. Chunki inson nafsi g'animatga erishishga intilgan chaqda qalbdagi ixlos kelmaydi.